Laminat. Choshni yonga taraf chiqadilar ishlaydi. Hamma ishi bir xilda oq. Ataplardan qo'yilgan. Yangi remontdan chiqqan, hech kim kirishmagan. Asosiy ishdan kirganda chap bo'ldi. Katta zal. To'rtinchi etaj, 76 kvadrat. Uy. Poni kreditlarga yechib beriladi ekan. $54,000 deyapti, chepicha o'tib, kreditlarga yechib beradi. Eshiklari oqdan qo'ygan. Hojatxona, poni kafel qilingan. Samozyom poni kafel qilingan. Hali hech kim kirib yashagani yo'q uyda. To'g'rida bolalar yotoqxonasi. Endi oyoqdan o'zi qo'radi qatta Ispaniya qarash. Oyoqdagi bir xilda laminat qilingan, mana bog'langan. Batareyka qo'yib ketgan. Mana bitta yotoqxona. Gaz, suv, svetlardan muammo yo'q. Yo'lda bo'yiga yaqin. Oshxonadan balkoni ham bor ekan. Luf konturni qo'yilgan, ishlayapti mana bu tomon. Bemalol tersa bo'laveradi qo'qin deydi. Shu ichiga qo'yilgan gaz ichiga qo'yilgan. Puli kelishilgan holatda egasi bilan bemalol gaplashib, baraka qilib, notariusga hamma hujjatlarni tayyorlab yangi uyga ko'chib kiriladi.